65 kvadrat metrga tushgan 3 xona 4 xona qilingan xonadonimiz tayyor bo'ldi. Ko'rib turgan qismimiz mehmonxona qismi bo'ladi. O'zingizlar ko'rib turgandek oppoqini juda ham chiroyli remontda bitgan. Xonadonimizda 3 xona 4 xona qilingan, ya'ni oshxonasi, 4-xona, detskiy xona sifatida qoldirilgan. Bu yoqda ham hamma sharoitlari bor. Balkonimizda 1,5 ga 3 o'lchamda razvednoy eshiklar bilan ajratilgan, kuxnya mebellari tayyor, barcha texnikalarigacha qo'yilgan. Xonadonimizning narxi 89.900. Eshitilishiga qaraganda qimmat tuyuladi, lekin narxiga 100% arziydi. Koridorimizda tualet, vanna razdelniy joylashgan va bu yoqda yotoqxonalarimiz razdelniy joylashgan. Bu yoqda bitta detskiy yotoqxonamiz, ikkita odinalniy kravat, shkaflargacha qo'yilgan va mana bu joyda kattalar yotoqxonasi o'zingizlar ko'rib turgandek barcha sharoitlari tayyor holatda. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Chilonzor 11-kvartal Ko'hinur Korzinkani ro'parasida joylashgan 4 qavatli binoni 3-qavatidagi xonadonimizda $89.900 so'ralyapti. Kelishadigan joylari bor. Opsiyonada nomer qoldiraman. Batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.